chiroyli. Yaxshimisiz onajon? Salomatmisiz? Hayronsiz, bugun tug'ilgan kunim emas, nimaga gul berdi bular deb. Besababam berdi, to'g'rimi? Kimlardan deb o'ylaysiz gullarni? Farzandlarimdan bo'lsa kerak-da. Farzandlardan ham aziz qizlaringiz. Nevarammi? Nevarangiz. Nevara qizlar, qiz nevaralaringiz. Nomlari ham ancha ko'p edi. Uzr aytdim, esimda qolmadi. Barbina, Hilola, to'g'ri Madina. Onajonim juda ham yaxshi ko'raman. Buvimizni, o'zimiz onamizni yoningizga qo'yib turing, xuddi o'zingizdek chiroyli gullaringiz. Aytganingizdek omad jon. Sizni yaxshi ko'rishini aytib qoldi. Onajon, xursand bo'lsa bo'ldi, sabab bo'lmasin. Sabab bo'lmaganda-chi, tug'ilgan kun bo'lmaganda, kayfiyat ko'tarsa bo'ldi biz uchun dedi nevaralaringiz. Qarindoshlar gashlagan menimcha. Qanday yaxshi. 100 yoshdan oshganingizda ham shunaqa qarindoshlar bilan yurish nasib qilsin ilohim. Ismingiz nima jon? Feruza. Feruza. Sog' bo'l onajon, salomat bo'l. Ilohim. Mayli. Rahmat. Mayli, sog' bo'l onajon, salomat bo'linglar. Mayli, yaxshi kayfiyat. Ha, qizi, ha. Qizlaringiz ham menimcha, qizlaringizni ko'rgan. Sog' bo'l, salomat bo'l. Biram go'zal chiroyli mening onam, jannatdagi rayhonima gul olam, deydi joning omon.